Shunaqa originallari kerakmi? Toza qonlilari, birinchi kategoriya. Chista krovni naplem uchun Girifordlar. Bitta Angus 29 ta Giriford Toshkentda. Videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Toza buqalarni, sigirlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, Rossiyadan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga buqa, sigir, buzoqcha, qo'ylar hammasini organizatsiya qilib yordamlashamiz inshaalloh. Like, obuna. Davay, videoni oxirigacha ko'ramiz. Buqamisan buqa nomer 1 Greenford porodani originali, toza qonlisi. Naplem uchun Toshkentda borib ko'rib olishlaringiz mumkin. Общий количество 30 dona, bitta Angusi bor, 29 ta toza qonli Grifordi bor. Bu faqat nasl uchun sotiladi, go'sht uchun emas. 1 kilogrammi sotuvdagi narxi 70 mingdan. Agar hammasini bir joyga oladigan odam bo'lsa, kelishib, yopishtirib beriladi. 70 ming so'mdan kilogramga o'lchanadi. Taroziga kelgan kilogramini men sizlarga aytadigan bo'lsam, 580 kilogramdan 700 kilogramgacha bu yerda buqalar. O'ta bombalari, dahshat tiniqlari. Yaqin orada hali Toshkentga, umuman O'zbekistonga bunaqangi tiniq chista krovni Girifordlar hali bormadi desam bo'ladi. Sizlarga qotirilgan, tiniq, ajoyib, tiniq ko'radigan variantlarni taqdim qilyapmiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, bu videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin.